Bugungi kunda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlik va adolatli raqobatni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biridir. Joriy yilning 27-yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish hamda davlat byudjetiga tushumlar ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha muhim topshiriqlar berildi. Yashirin iqtisodiyot bu faoliyatning rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan amalga oshirilishi, daromadlarning yashirilishi va soliqlarning to'lanmasligi demakdir. Masalan, ayrim xizmat ko'rsatish shoxobchalarida mijozdan naqd pul olinadi, biroq chek berilmaydi. Sotuvchi terminal yoki kassa texnikasi ishlamasligini aytadi va kartadan kartaga pul o'tkazishni taklif qiladi. Natijada tushum rasmiy hisobga kiritilmaydi va davlat byudjetiga soliq tushmaydi. Yana bir misol sifatida ayrim tadbirkorlar ishchilarni norasmiy ishlatishini keltirish mumkin. Bu esa xodimlarning mehnat huquqlari himoyasiz qolishiga, kelajakda pensiya va ijtimoiy kafolatlarning kamayishiga olib keladi. Yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlari ko'p. Davlat byudjetiga tushum kamayadi, ta'lim, sog'liqni saqlash, yo'l va infratuzilma loyihalariga ajratiladigan mablag' qisqaradi. Eng muhimi, halol ishlayotgan tadbirkorlar uchun teng raqobat sharoiti buziladi. Shu bois mamlakatimizda naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish, elektron nazorat tizimlarini joriy etish, chek berishni majburiy qilish orqali iqtisodiyotda shaffoflikni oshirish bo'yicha tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir fuqaro chek talab qilish, rasmiy xizmatlardan foydalanish va qonuniy faoliyatni qo'llab-quvvatlash orqali yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashda o'z hissasini qo'sha oladi. Shaffof iqtisodiyot adolatli jamiyat va barqaror kelajak garovidir.